Xudo nasib qilib Germaniyaga kelib mashina haydab qolsangiz, siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsalardan biri bu sirena. Ya'ni birinchi tez yordam mashinasi va o't o'chiruvchilarning mashinalarini sirenasini eshitib qolganingizda e'tiborli bo'lishingiz kerak. O'zi Instagramda mana bunaqa videolarni ko'rib qolsanglar kerak. Mana avtobanni o'rtani ochib qo'yishibdi yoki shahar ichida bo'ladigan bo'lsa, darrov mashinalar chetga qochib, mashinani o'tkazib yuborishadi. Ya'ni yo'lda ketyapsiz, sirena eshitdingiz, atrofga darrov e'tiborli bo'lishingiz kerak. U qayerdan kelyapti? Agar siz orqadan kelayotgan bo'lsa, darrov unga yo'l berishni ilojini qilishingiz kerak. Bunaqa paytda svetofor, palasa, bordyur, stoyka hech narsa stalba qaralmaydi. Birinchi vazifa tez yordam mashinasiga yoki o't o'chiruvchiga yo'l berish kerak, zarur. Mana bu yerda mana o'zim olib ulgurgan video, darrov chetga chiqib, bordyurning ustiga chiqib, mashinani o'tkazib olganmiz. Bu juda ham muhim. Agar o'tkazmasangiz, shtraf olishingiz, juda ham muammolarga yo'liqishingiz mumkin. Men yaqinda O'zbekistonda ko'rib qoldim, boyaga tez yordamga yo'l bermasdan, yana kelib turib unga do'q ham qilgan tez yordam haydovchisiga bitta odam tez yordam kelayotganda hech qachon uni yo'lini to'sish, bilmadim, u bilan tortishish kerak emas, unga shunchaki yo'l berish kerak. Tamom, hech qanaqa qonun qoidaga qaralmaydi. Deylik, siz svetoforda turibsiz birinchi bo'lib, sizga yashil yondi, lekin siz sirenani eshityapsiz. Bo'ldi, chiqmaslik kerak Germaniyada. Chunki agar u mashina qayerdan kelayotganini aniq bilmasangiz, u yon tomondan kelayotgan bo'lishi mumkin. Unga qizil bo'lsa ham u strechnikka chiqib tez yordam mashinasi o'tib ketishi kerak. Shungacha to o'tib ketib, sirena uzoqlashmaguncha e'tiborli bo'lib yoki to'xtab yoki chekkaga chiqib yo'l berib turish zarur. Birinchi navbatda bo'ldi. Unaqa paytda hech narsaga qaralmaydi. Albatta biz o'zbeklar bunga o'rganmagan, lekin umid qilamiz sekin tarbiyalanib, tartibga tushib mana shu narsalarga e'tiborli bo'lishadi.